Bugun mundial haqida so'z yuritamiz. Albatta, O'zbekiston milliy terma jamoasi tarixda ilk bora Jahon chempionatida ishtirok etadi va bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan uchrashuv o'tkazdi. Endi futbolchilarga qarata aytmoqchiman. Jahon chempionatida oson o'yinning o'zi yo'q. Sizlar Portugaliya, Kolumbiya, Kongo kabi terma jamoalar bilan o'ynaysiz. Har bir to'p, har bir vaziyat, maydonning har bir qarichi uchun oxirigacha kurashing, dedi prezidentimiz so'zining yakunida. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, terma jamoamiz mundial oldidan ikkita o'ziga xos o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazish rejalashtirilgan, ya'ni 1-iyun kuni musobaqa mezbonlaridan biri sanalgan Kanada terma jamoasiga qarshi vakillarimiz o'rtoqlik o'yinida ishtirok etadi. Iyun oyida yana bir o'ziga xos o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi, ya'ni top terma jamoalardan biri bu Niderlandiya terma jamoasi. Shu o'rinda muxlislarga yuzlanmoqchimiz, O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatida qanday natija qayd etadi? Tarixdagi ilk jahon chempionatimizda guruhdan chiqa olamizmi? Fikringizni video izohida yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli futbol muxlislari. Futbol panoramasi kanali yana o'zining dasturlarini tiklamoqda. Bugun mundial haqida so'z yuritamiz. Albatta, O'zbekiston milliy terma jamoasi tarixda ilk bora Jahon chempionatida ishtirok etadi va bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan uchrashuv o'tkazdi. Davlatimiz rahbari katta futbol bayrami Amerika Qo'shma Shtatlari, Meksika va Kanada maydonlarida bo'ladigan Jahon chempionati oldidan barchani qutladi. Biz bu kunlarni butun xalqimiz, futbol ishqibozlari bilan 34 yil kutdik. Shu ma'noda futbolchilarimizni O'zbekiston tarixida yangi sahifa ochgan zamonamiz qahramonlari deb aytsak arziydi. Chunki ular har bir o'yinga yuqori tayyorgarlik ko'rib, yuksak mas'uliyat, vatanparvarlik ruhi bilan faqat g'alaba uchun maydonga tushdi. Xalqimizga olam quvonch bag'ishladi. To'g'risini aytsam, mundial yo'llanmasi qo'lga kiritilgan kuni ko'zimga uyqu kelmadi. Barcha yurtdoshlarimiz kabi men ham ich-ichimdan quvondim, bayram qildim. Fursatdan foydalanib, maydonda jasorat va mahorat ko'rsatgan futbolchilarimizga ularni tarbiyalab, voyaga yetkazgan ota-onalari, ustoz va murabbiylarga tashakkur izhor etaman, dedi davlatimiz rahbari. Endi futbolchilarga qarata aytmoqchiman. Jahon chempionatida oson o'yinning o'zi yo'q. Sizlar Portugaliya, Kolumbiya, Kongo kabi terma jamoalar bilan o'ynaysiz. Xalqimiz har bir o'yinda sizlardan g'alaba kutishi tabiiy albatta. Lekin bir narsani doimo yodda tuting. Sizlar tarixni allaqachon yaratib bo'ldingiz. Oldingizda turgan muhim uchrashuvlarda ortiqcha bosimsiz, hech kimdan hayiqmasdan boringizni berib o'ynang. Har bir to'p, har bir vaziyat, maydonning har bir qarichi uchun oxirigacha kurashing. Mundialdagi barcha o'yinlaringizda fan klub a'zolari, minglab futbol muxlislari, Amerikadagi vatandoshlarimiz ham stadiondan sizlarni qo'llab-quvvatlab turadi. Maydondagi har bir harakatingizni 40 millionga yaqin xalqimiz ekran ortida katta hayajon bilan hayqirib kuzatadi. Yuraklarni junbushga keltiradigan hissiyot oladi. Yodingizda bo'lsin, eli yurtimiz sizlarga ishonadi. Prezident sizlarga ishonadi. Boringlar, mardonavor o'ynanglar. Vatan sharafini munosib himoya qilinglar. G'alaba va omad hamisha yor bo'lsin, dedi prezidentimiz so'zining yakunida. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, terma jamoamiz mundial oldidan ikkita o'ziga xos o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazish rejalashtirilgan, ya'ni 1-iyun kuni musobaqa mezbonlaridan biri sanalgan Kanada terma jamoasiga qarshi vakillarimiz o'rtoqlik o'yinida ishtirok etadi. Bahs Edmonton shahrida bo'lib o'tishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, yaqinda ma'lum bo'ldiki, O'zbekiston milliy terma jamoasi iyun oyida yana bir o'ziga xos o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi, ya'ni top terma jamoalardan biri bu Niderlandiya terma jamoasi. Ya'ni vakillarimiz Lolalar vatani vakillari bilan o'rtoqlik bahsida maydonga tushadi. Ushbu o'yin Nyu-York shahrida bo'lib o'tishi ko'zda tutilgan. 8-iyun kuni soat Toshkent vaqti bilan 23:45 da ushbu o'yin bo'lib o'tadi. Shu o'rinda qayd etib o'tish kerak, O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatining K guruhidan joy oldi. Unda Portugaliya, Kolumbiya va Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoalari bizga qarshilik ko'rsatadi. Shu o'rinda muxlislarga yuzlanmoqchimiz, O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatida qanday natija qayd etadi? Tarixdagi ilk jahon chempionatimizda guruhdan chiqa olamizmi? Fikringizni video izohida yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. Shuningdek, jahon chempionati bilan bog'liq har qanday xabarlar, so'nggi yangiliklarni kanalimiz orqali kuzatib borishingizni so'rab qolamiz. Texnik nosozliklar sabab bir necha muddat video joylashtirish imkoniyatini topa olmadik va mana nihoyat yana faoliyatimiz qayta tiklandi. Keyingi videolarda ko'rishguncha kanalimizda qoling.